Xo'p, keyin birinchi gapingiz bo'yicha o'sha eshitadiganlar ham tushunmaydi Hamis Sodiqni. Tushunish maqsad emas o'zi. Hech kim gapirmagan gaplarni gapirsa, odamlarga ajabtovur tuyuladi. Likulli soqitatin loqita degan qoida bor. Hamma odamni xaridori bo'ladi. Mana hozir Qo'qondagi Iqbol degan apirisi ham xaridori bor-da. Jasminni 5 million podpisчиgi bor. Jasmin, Galuboy odamlar bo'laveradi. Mohiyatga qiziqishi yo'q. Bitta odam chiqib turib, "Men deyapti, beva xotinlarni deyapti, borib uyga borib bir ko'ynini olib kelaman, ha deb masxara qilsa, men chiqib keskin gapirdim, "O'y" dedim. Bizni qadriyatimizga zid bu gap dedim. Keyin umuman masjid qurayotgandim, qurmayman deb o'zicha arazlab oldi. Bitta soqol qo'ygan, bitta musulmonman degan bola menga yozyapti. Mana shu bolaga qarshi chiqdingiz, masjid to'xtab qoldi deydi. Dayus, seni xotiningni men himoya qilyapman. Seni xotining bilan donorlashib kelaman degan gapiga qarshi chiqyapman men buni. Dayus. Deydi, uni masjid nima bo'ladi endi deydi. Seni xotining nima bo'ladi? Masjidni qo'y, masjidni qurib oladi xalq. Alloh taolo uni tashab qo'ymaydi inshaalloh. Seni xotiningga ko'z olaytiryapti bu. Va bizni millatga bokiralik kerak emas degan qizlarni borib reklama qilyapti. Reklamada orada 2-3 xolos islom buni qabul qila olmaydi. Islom bilan zid bu narsalar. Lekin sizlar sifatlisizlar. Ilm bilan davom etyapsizlar. Mana shulardan hokimiyatga yaqinda keladi. Tamomiyla qo'llab-quvvatlayapti. Tamomiyla 100%. Bu noto'g'ri gapiryapti desam, menga qarshi chiqqanlar hammasi xotinini feminist bo'lishligiga rozi demak. Men kuzatgan narsalardan bittasi bu ijtimoiy tarmoqda o'sha pul olganligi, zakazga ishlaganini isbotlab qo'ygan odamlar bor. Masalan, shu atlas ko'ylak kiyib chiqadigan bitta hezalaylar bola bor-ku. Shu bola o'sha podkastga chiqqandan keyin erkaklar haqida, ayollar haqida, bachchavozlik haqida gapirgandan keyin profiliga Galuboylarni bayrog'ini qo'ydi. Bir kunmi, 1 soatmi, 2 soatmi turdi. Keyin olib tashadi. To'polon bo'lib ketgandan keyin, odamlar yozib tashlagandan keyin olib tashadi. Keyin nima deyapti? Meni deyapti, profilimni vizdom qilishibdi, o'shalar qo'yishibdi, dedi bo'ldi. Lekin biz ahmoq emasmizki, shu odamlar zakazga ishlayotganini isboti shu. Tashqarida bularga buyurtma berayotganlar O'zbekistonni tahlil qilib o'tirmaydi. Atlas ko'ylagiga qaraydi, buni Galuboylarga tarafini olganligini, nishonasi o'daroq bayrog'ini qo'yganligini hisobga oladi. Atchot topshirgandan keyin o'chirib tashlayveradi. O'zbek segmentiga deydi, islom quti deydi, bo'ldi, qutiladi. Bu go'yoki. Xuddi shunaqa harakatlar bular. Sen xotiningni qizg'anmaysanmi sen? Sen o'zingni millatingni qizg'anmaysanmi? Seni qizing 15 yoshdan keyin bokiraligini ko'chada kimgadir berib kelsa rozimisan? Men rozi emasman. Men shunga qarshi chiqyapman. Hamis Sodiq menga qizig'i yo'q buni. Hamis Sodiqni 1000 ta suhbati bo'lsa, birortasiga gapirdimmi? Yo'q. Aynan shuni gapiryapman. Ulamolarni gapiryapti, shuni gapiryapman. Sen kimsan ulamolarga aql o'rgatadigan? Kimsan? Kelchi o'tirchi, mayli, abrorga aqling yetmayapti. Xo'p, boshqa adekvat ekansan, boshqa bahsga ochiq ekansan. Hasanxonni chaqir. Qani yuzma-yuz o'tir gaplashishni ko'raylikchi. Said Komilni chaqirish qani? O'tir gaplashishni mana men yo'qman. Chaqir qarshingga, oldinga bitta odamni qo'y. Ani tashlanibga o'xshagan kattaga bir millat sotarlarini oldinga qo'yib olib, bir-birini yalab yurqab o'tirgandan ko'ra, qo'y oldinga bitta odam tursin. Abror jonliğini yoqib qo'yib butun olamga xitob qilyapti-yu, qani chiq deyapti. Xato bo'lsa, aybimiz bo'lsa, xo'p bo'ladi deymiz, deyapsiz-ku. Bular yo'q. Bular demak
qarshisiga muxolifni qo'ymasligidan buyurtma olganmikin degan xulosaga boraman men. Haqqim bor bunga. Yo, men buyurtma olmaganman desa, unda qarshisiga muxolifni qo'ysin. Buyurtma olmagan bo'lsa, muxolifni qo'ysa, ochiqcha maydonda fikrlar ma'lum bo'ladi. G'alvirdan kim o'tsa o'tadi, qolgan qoladi, puch-puchga chiqadi. Buyurtma olgan bo'lsa, qarshisiga muxolif qo'ymaydi. Chunki missiya ado qilinguncha muxolif bo'lmasligi kerak. Missionerlar bilan teoriyasi bilan o'rganib ko'ring, gaplashib ko'ring, bahslashmaydi ular. Isoni Xudo deb e'lon qilib, o'zbek zabon musulmonlarining ichiga tarqatadi. Qabul qilganni mukofotlab, velosiped pul berib ketaveradi. Qabul qilmagan odamni da'vat qilmaydi, raddiya bergan odamdan qochadi. Missiya bu. Missiya. O'zbek segmentini ichida o'zbeklar qadrlaydigan narsaga tosh otyapti bular. Men keskin gapirdim, bo'ldi, qizingiz bering, qizingiz o'shalarga. Savol, o'sha qizlaringizni olib borib shularga qo'shib qo'ya olasizmi? Ana shu qizlarga qo'shib qo'yib, mana shular ziyoli qizlar, she'r yozyapti, roman yozyapti. Mana shular yaxshi segment, sifatli kelajakda shular davlatga chiqadi. Qizingizni qo'shib qo'ya olasizmi? Ha desa, aytamizki, tamom bo'libsiz deymiz. Yo'q desa, nimaga boshqalarning qizini bo'tga qo'sh deyapsan? Haqqimiz bor bizni. Bizning gapimiz keskin, ochiq oydin bo'lganligi uchun bular tizzalar qataryapti-da. Biz bo'yamayapmiz, ustini bekitmayapmiz, ochiq e'lon qilyapmiz. Biz musulmonmiz. O'zbek millati qadriyatini himoyasidamiz. Bu mavzular abror himoyasi emas, abror tomorqasi emas bu. Bu mavzular millat mavzusi. Islohotlar mavzusi. Hozirgi kundagi prezident qilayotgan ishlari ko'zimizga surtadigan ishlar, jadidlar orzu qilgan narsadan ustun narsalarni qilyapti. Kamchilik bor. Bor. Kim aytayapti kamchilik yo'q deb? Nima qilishimiz kerak? Ahli sunna nima qilish kerak bunaqa paytda? Islohotlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Musulmonga foydali ishga hissa qo'shish kerak. Yelkadosh bo'lib turish kerak. Yomon ishlarda agar taklifim, masalan, shuni yo'qota olaymizmi? Aralashishim kerak. Yo'qota olmaymizmi? Jim turish kerak. Nimaga? Qoida bor. Ad-dararu la yuzalu bimislihi. Qoida bu. Zarar o'ziga o'xshagan zarar bilan daf qilinmaydi. Ahafud dararayn, ikkita zararga duch kelib qolsa, yengilrog'ini bo'yinga olinadi, kattasidan saqlanish uchun. Bular bizni e'tiqodlarimiz. O'shaning uchun to'g'ri tahlil qilyapsiz. Bular kitob ham o'qimagan. Mana 3 ta kitob so'radim, o'qimagan kitob. Eshitib, qarab o'tiribdi-da, juda katta ehtimol bilan shu odamlarda e'tibor sindromi ham bor, e'tiborsizlik sindromi ham bor. Ijtimoiy tarmoqlarda shuning uchun e'tibor talab. Shu mavzuni ko'tarib kirsa bo'ldi. Sen aqling yetadimi? Mavzuni tahlil qila olasanmi? Faqat shu mantiqan o'ylab o'zingni kallangdagi kichkinagina tor, fosid doira bilan savol beraverasanmi? Yo'q, bo'lmaydiki. Hop. Domla, Hozir bu yerda moyili borlarni shu chetdan kuzatadimi yo birov informatsiya beradimi? Ataylab o'sha bayroqni qo'yishi, feminizmni ko'tarishni bular qayerdan topadi deyman-da. Masalan deylik, mana Bobomurod Abdulla degan Turkiyada yurgan tilamchi gadoy pulsiz qolib ketdi. Kamol Yo'ldosh ham pul bermay qo'ydi hech kim. Shu o'zidan o'zi bilgan bo'lsanglar, Navoiyni, Boburni Galoboy deyishni boshladi. Bu narsalar zakaz ekanligini oldindan biz bilardik. Sanjar Nazar degan ziyoli akamiz bor. Shu kishi Fransiyadan buyurtma bo'lganligini aytgan edi. Fransiyadan buyurtma bo'lgan, maqola yozib bering. Shu Navoiy bilan Jomiy o'rtasida, yo'q, Husayn Bayqaro o'rtasida shunaqangi bachchavozlik mavzusi bo'lgan degan ma'noda asar yozib bering. Toshkentdan 3 xonali dom miqdori pul taklif qilishgan. Tabiiy rad qildim dedi, lekin shuni yozgan ayol bor.
O'zbekistondan shuni olib yozgan bor degan edi. Bobomurod shuni o'zi ko'tarib Boburni ham, Navoiyni ham Galoboy deyishni boshladi. Ustiga ustak desert qilib berdi ularga, go'yoki Buxoriyni ham Galoboy deyishni boshladi. Gadoy bular, tilamchi bular. Endi shunaqangi pul taklif qilsa, mana shu Hamis Sodiqqa o'xshagan shunaqangi ziyoli ko'rinib olib, shunaqa fikrlarni tarqatib yurishlik bozor bu, bozor. Xuddi milliy terma komandada futbol o'ynasa, jahon kubogiga chiqsa, bozorda futbolist sotilganga o'xshaydi. Endi futbolistlardan uzr so'rayman, ular o'zini qobiliyati bilan ish qiladi, lekin bular millatni sotish uchun prolavkaga chiqishadi. Rastaga turishadi. Biz mana shunaqamiz, shunaqa qilib bera olamiz deydi. Atlas ko'ylak kiyish ham shu. U rastada turish u. Unga keyin zakaz bo'ladi. Haqiqatda ishlaysanmi? Qo'y o'zingni bo'lmasa Galoboylikni bayrog'ini deydi. Bitta qo'yadi-da, pulni oladi-da, o'chirib tashlaydi, bo'ldi. Ikkinchi etapga shunaqa ish qilishaveradi. Bular hammasi proyektlar. Hujjati bormi, dalili bormi? Farosat bo'lish kerak. Farosati yo'q odamga hujjat ham ta'sir qilmaydi. Oyi 2 ga yorib berayin hozir. Unga ham ishonishmaydi. O'sha kuni ko'rdinglar, bittasi kirdi-yu. Boshida aytdim men. Oyni 2 ga yorib berganga ishonmagan odamlar bor tarixda. Qur'onda oyat bor, oyni 2 ga bo'lingani. O'shaning uchun ko'zingizni ochib gaplashing men bilan. Hozir sizga oyi 2 ga yorib beraman, ishonmayman desangiz, ketdi shu bilan. Suhbat qildik, keltirib berdim, shunaqa dedi, bunaqa bo'ldi, qani isbot, mana isbot. Oy 2 ga yorildi. Ha nima deysiz ham? Endi meni sehrlab qo'ydingiz deb ketdi. Majoziy ma'noda aytyapman. Bu inson omili juda ham murakkab, birodarlar, o'ta murakkab. O'shaning uchun biz Allohdan hidoyatni so'rashni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. So'rashdan tashqari Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana deyishimiz kerak. Va hidoyat qilganingdan keyin ham zalolatga bizni moyil qilib qo'ymagin. Zayg o'sha botilga moyillik shu. Yuqorida aytdimki, tamayyul dedim, moyil bo'lish. Qalbning mayli mana shunaqa narsalar bilan bo'ladi. O'shanga yemoq, ichmoq, suhbatlashmoq, ko'rmoq, yurmoq, atrofdagi yor do'st birodarlarni saralamoq, hammasi insonning qalbiga ta'sir qiladi. Cho'chqa go'shtini yeyvergan odam dayuslikka moyil bo'lib qoladi. Vahshiy hayvonni go'shtini yesa, itning go'shtini yesa, vahshiylikka moyil bo'lib qoladi. Qo'yni go'shti muloyimlikka moyil qiladi. Oddiy shu narsani aytayapti. Ibn Haldun geografiya qadar degan. Yashaydigan joyi ham ta'sir qiladi. O'shaning uchun wala taqrabuz zina degan Alloh taolo. Zinoga yaqinlashmanglar degan. Nimaga ta'sir qiladi-da? Har xil buzuq ayollarga tikilaversa, u iroda bo'shashib, ertaga shunaqa zinoga ro'baro kelganda zino qilib qo'yadi. Yolg'onni gapiraversa, hazillashib bo'lsa ham, jiddiy masalada ham yolg'on gapiradigan bo'lib qoladi. Jiddiy mas'uliyatni zimmasiga olmasa, vatanga dushman bostirib kelsa qochadigan bo'lib qoladi. Hammasi bir-biriga bog'liq, birodarlar. Hozirgi bo'layotgan narsa tasodif deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, imtihon bo'lyapti hammamiz ustimizda. Abror Muxtor Ali kim u? Erta nafas to'xtasa, olib borib ko'mib, badani chirib ketadigan bir odam. Hamis Sodiq kim u? Hech kim emas. Lekin bu shaxsiyatlar misolida saflar ajrayapti. Imtihon bo'lyapti. Kimga moyilsiz siz? Qaysi g'oyaga moyilsiz? Tushunmaydi. Hamis Sodiqning suhbatini tushungan odam yo'q. Jumlalar hammasi ikki yuzli jumlalar. Ushlamaysiz. Mana uni gapirding-ku desiz, bunaqa dedi-ku deb ketaveradi. Lekin xulosada odamlarning irodasini bo'shashtirish, milliy qadriyatga qarshi harakat bu. Unga keskin qarshi turish kerak. Men o'zi hukumatga ham taklif qilaymi deb turibman hozir. Jurnalistlik litsenziya ishlab chiqarish kerak. Soliq to'lasin jurnalist ham. Misol uchun.
siyosatshunosmi litsenziyasi bo'lsin. Chunki O'zbekiston u bedarvoza emas, ko'chadan kim kelsa gapirib siyosat. Yaqinda bittasi, hozir nomini aytmayman, o'sha ro'yxatda bor u ham. O'sha feministlarni qizil bayroqlilarni ro'yxati deyman endi bundan buyog'ida. Dayusi akbar deyapman, tushunmayapti ko'pchiligi. Dayuslarni ro'yxati desa ham bo'ladi. Bir kitob taklif qilgan, tarjima qilishgan siyosiy qarashlar. Lekin tarjima qilib tahlil qilsangiz, Gitlerni qarashlarini singdirmoqchi O'zbekistonda. Fashizm, millatchilik g'oyalarini singdirmoqchi. Institut, universitetlarga kitoblarni tarqattirgan. Qanaqadir tanishi bor, shunaqalarni qilib yurgan odamlar bor. O ko'zimizni ochib, biz o'zimiz uchun o'zimiz harakat qilmasak, o'zing uchun o'l yetim. Boshqa odam yo'q bizni boshimizni silaydigan. Chetdan kelayotganlarning birortasi bu millatni rivojlanishligini istamaydi. Qachon qoqilishimizni kutib turishibdi. Kecha kiryapti bittasi, nima deydi? Ana akbar degani. Gyote bilan Gugoni farqiga bormayapsiz deydi. Mavzu nima edi o'zi? Adashib ketish mumkin emasmi? Insonning tili toyilmaydimi? Toyiladi-yu til. Xo'p, Goeteni Gugo deb yoribman. Faustni muallifi Goeteni Gugo deb yoribman. Mavzu nima edi? Faustdagi shayton profiliga qarshi to'g'ri profilni qanday shakllantiriladi? Shayton kim? Rahmon kim? Bizning e'tiqodimizda kim? Bu adabiyotni, sharq adabiyotiga nima daxli bor? Shuncha yoshlarimiz o'rganish kerak bo'lgan mavzuni ichidan birortasiga quloq solmaydi-da. Nima deydi? Hasan deydi, Goeteni Gugo dedi. Shunga urg'u beraveradi. Bular ham shu. Odil Hamid Sodiqni eshitganda deyarli hozir endi eshitganlarni o'sha tarafdorlar deyarli tushunmaydi, lekin hozir ya'ni oshkor qilishyapti. O'zi chiqyapti o'sha. Ha, bu yerda mana nima gapirgan ekanda? Ha, Abror Muxtor Ali to'g'ri gapirgan ekan. Izohlarni ko'ringlar. Ko'ringlar mana yangi fan anaqasini ochishdi profilini. Izohlarni ko'ringlar. Menimcha yaqinda izohlarni ham yopib qo'yishadi. Chunki bular qarshi fikrga ochiq odamlar u, ha. Ochiq bo'lgandan keyin ular kommentariyni yopib qo'yishadi. Qalay bu anaqa absurd. Ha? Mana erkakman degan ayol kishiga o'xshaydi bularning pozitsiyasi. Qisqaroq shu keskinroq gapirib olgan bo'lsam, ma'zur ko'rasizlar. Nima savol bor yana? Ko'targanlar bor ekan. Abdulvohid degan do'stim. Savolingiz bo'lsa bering, Abdulvohid. Mikrofonni bosib gapiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Biz Tojikistondan biz shu muhojiratdamiz. Shu mavzuga aloqador hammaning safi o'z mo'ljallanyapti, belgilanyapti deganingizdek ko'rib turibmiz. Inshaalloh Alloh qilib turgan xizmatlaringizni barchalaringizga ajrini bersin. Sizga savol yo'q edi. Shu birodarlarimiz salomini yetkazib qo'yamiz degan maqsadda. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Salom ayting Tojikistondagi birodarlarga. Biz Rossiyadamiz, chetda taksi uslugasida. Alloh baraka bersin. Sog' bo'ling, rahmat. Domla, mana bu masalani ham bizga oydinlashtirib bersangiz. Hozirgi blogerlar, mana muxolif bloger deymizmi? Ular chiqib aytayaptiki, 1% men ismini esimdan chiqarib qo'ydim-da, bu ko'p ular. 1% odam gapirganida edi deyapti. Ya'ni gapirish deganda muxolif fikrini yetkazish kerak, xatolarni gapirganida edi deyapti. 375 ming bo'lardik deyapti-da. Ya'ni o'sha negativ fikrlarini yetkazishni nazarda tutib gapiryaptimi shu yerda? Undan maqsadlar nima ko'zlanyapti hozirgi mavzuga aloqador masala demoqchiman-da.
Ha, o'sha O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarni qanday qilib to'xtatish kerak? Qanday qilib bu joylarni iste'molchi holatda ushlab turish kerak? Siyosiy mustamlakatchilarning savollari shular. Qanday qilib bu mamlakatga kirib olsak bo'ladi? Va ularni qanday qilib bozor holatida, iste'molchi holatida ushlab tursak bo'ladi? Uning uchun islohot bo'layotgan hukumatlarni ag'darish kerak. O'zimizga quloq soladigan, Zelenskiy o'xshagan, Jahongir Otajonovga o'xshagan rahbarlarni qo'yishimiz kerak. Unga qaysi yo'l bilan erishiladi? Xalq hurmat qilgan, ergashishi mumkin bo'lgan odamlarni obro'sizlantirish kerak. O'zbekistonda xalq, misol uchun GAIni ham hurmat qiladi, ichki ishlarni ham, xavfsizlik, prokuratura bilan birga imomlarni ham hurmat qiladi. Imomlarning hurmati ularnikidan kam emas. Nima qilish kerak? GAIni yomon ko'rsatish kerak. O'shanga qarshi qonun talashib, qonun talashsin, nohaq qilganni qarshimiz. Lekin GAIni obro'sizlantirish, harbiylarni obro'sizlantirish, imomlarni obro'sizlantirish, nima bo'lsa rahbarlarni obro'sizlantiraverish bu usul bu. Endi o'qish tavsiya qilmayman-u. O'sha Jim Sharpning asari haqida bir ChatGPTga yozib ko'ringlar. Jim Sharpning Diktaturadan demokratiyaga o'tish usullari degan kitobida bir davlatni ag'darish, ya'ni bir hukumatni ag'darish uchun taklif qilingan 20 ta maslahat. Yozib ko'ringlar, nimalarni berar ekan. Va o'sha 20 ta maslahatni O'zbekistondagi blogerlarga solib ko'ringlar. Kamida 10 ta, 15 tasiga amal qilyapti shu blogerlar. Demak, o'sha asosda ketyapti. Mana o'sha yerda bizda nima deganimiz aniq bizni. Masalan, O'zbekistonda gaz problemasini kim bitta inkor qildi? Hech kim. Bor problema. Va biz bu masalada bizdan ham fikr so'ralsa aytyapmizki, qachongi problema bu? Bugun paydo bo'lgan problemami yo buni tarixi bormi? Tarixi bor. Necha yillik tarixi bor desa, 60 yillik taxminan tarixi bor. Eng oxirgi quvurlar 1970-80 yillarda almashtirilgan ekan. Misol uchun deyapman-da. O'sha yillarda almashtirilgan, problema to'planib mustaqil bo'lganimizdan keyin bir qancha narsalarni yo'qotdik. To'planib problema bugunga kelib, so'z erkinligi, fikr islohoti boshlanganda yuzaga keldi. Chiqib olib to'polon qilib qachongacha ochirib turamiz, patinkasini ko'rsatib butun dunyoga shunaqangi baqir-chaqir qilishi tabiiy o'shaqangi yusaychilar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. O'shalar qo'llab-quvvatladi faqat asosan. Tashanov yurdi atrofida. Shu Tashanovga yaxshilab e'tibor beringlar. Qayoqqa aralashgan bo'lsa, o'sha odamlar qamaladi bir. Bu yuraveradi indamasdan. Ularning yugurdagilari bor, ana Xudoybek Zominiyga o'xshaganlar bor. Komanda bular. Keyin e'tibor bering, petitsiya e'lon qilinganda, Ilyos petitsiyani e'lon qilyapti, orqasidan Tashanov e'lon qilyapti. Katta ehtimol bilan ularning ichidan ham info chiqib kelyapti hozir. Tashanov bu ishga bosh bo'lgan. Ilyos buni qo'yyapti, orqasidan Tashanov qo'yyapti, keyin qolganlar qo'yyapti. Nimaga? Buyurtma asosida. Qattan bildingiz buyurtmani? Postlarni solishtirib ko'ring. Ozgina joyi o'zgargan, qolgan hammasi bir xil. Buyurtma bu buyurtma. Rasul Kusherbayev ham shu. Shuni olgan qo'ygan bo'ldi. Yo'q-yo'g'ini ozgina qo'l tegizgan, o'zinikiga o'xshatgan bo'ldi. Sirojiddin media chiqib gapiryapti. Xuddi shunaqa. Sirojiddin mediani shu yerda o'sha patinkasini ko'tarib chiqqan bola haqida bahsda ko'rganmiz-ku, qanaqangi makr-shakr qilib qolganini. U aytayotgan gaplar bizga tuhmatligini isbotlab berganmiz-ku. Biz nimani himoya qilayotganimizni isbotlab berganmiz-ku. O'zi ham chiqib gapirdi-yu o'sha patinkani ko'tarib chiqqan bola. Men o'zimni dardimni gapirgan edim. Buni siyosiylashtirgan mana bular-ku. Bular o'yinchilar do'stlar. Mana shundan juda qattiq ehtiyot bo'lishimiz kerak. Blogerlik, Ozodlik radiosiga moliya
ya'ni ajratmayman degan Tramp gapirganda undan oldinroq aytgandim men. Aytgandimki, ozodlikka barham berishadi. Nimaga? Chunki ozodlikni e, o'zbek segmentini ichida aktiv bo'lgan odamlar tushunib yetib bo'ldi. To'g'rirog'i pachag'ini chiqarib tashladik. Ozodlikni xoinligini isbotladik. Ozodlikda ishlayotganlarni ham o'zbek zabonlarini xoin dedik biz. Xalq qabul qilmay qo'ydi. Endi nima qilish kerak? O'zimizni ichimizdan ozodlikni faoliyatini yuritadigan kadrlar kerak. Ularni nima deb nomlaymiz? Bloger deb nomlaymiz. Bloger bizni xalq ovozi. Ozodlik ovozi emas. Bloger xalq ovozi. Shu nom bilan harakat qilishdi. Shularning hammasi ya'ni arzonga ham tushadi. Ba'zilari ahmoq, o'zi qilib beradi xizmatini. Millatning rivoji nima bilan bo'ladi? Mustahkam jipslik bilan bo'ladi. Oilam misol uchun meni 10 ta bolam bor, farzandim bor. Ayolim bilan birga yashayapman. Oilada problema bo'ladimi? Bo'ladi. O'g'lim chiqib turib qo'shniga gapirib bersa, jonli efir qilib dadam bilan ayam mana shunaqangi problema qilyapti desa, u so'z erkinligi bo'ladimi yoki xiyonat bo'ladimi? Yo, anu o'g'il qattandir kelib qolgan, boqib olgan qanaqadir josus bola bo'ladi yoki ahmoq bo'ladi. Bu vatan, millat hammamiznikimi? Shuni muammosini o'zimiz yechamizmi yoki voydod deb patinkani ko'tarib chiqish kerakmi ko'chaga? Problemani gapirish hal bo'lgan deydi. 24 soat gapirardim men. U hal bo'lmaydi, deyishdi kerak. Aldir-shaldir qilgan odamlarning aksariyati. Mana shu jamoaga bir ko'z nazar tashlaylarchi, nima hal qildi shular? Kamoliddin Rabbimov nimani yechdi? O'zbekiston dunyosida, O'zbekiston siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy maydonida nimani yechdi? Nimaga yechim berdi? Tashanov nimaga yechim berdi? Kimga asqotdi shular? Hamid Sodiq nimaga yechim berdi? Siyosiy ongini o'stiryaptimish. Siyosiy ong qanaqa o'sdi desam, saylov nimaligini bilib oldim deydi. Temur degan bittasi kirdi-ku. Unda qoyil dedim. Sizga o'xshagan odamlarga bu siyosiy ong o'sdi deyiladi, to'g'ri. Bitta Rasul ko'ryapmiz domla, ikkita ishini, bittasi bu Bashir domla, ikkinchisini olib kirsa, shu ikkita odamdan qutulgan bo'ladi. Bu Rasul Kusherbayev biroz ish qilyotdi. Daraxtlarning kesilishini oldini olish, tadbirkorlarni himoya qilish, shunga o'xshagan narsalarda aktivroq edi. Men shu ma'noda buni hurmat qilardim Rasul Kusherbayevni. Bitta joyda to'qnash keldik. Shovotlandiya degan restoranni yoqib yuborgan bittasi, restoranning ichida 5 ta odam bo'lgan, yonib o'lgan. Haligi bolalarni olib borib endi umrbodga qamayapti. Kusherbayev borib siyosiylashtiryapti mavzuni. Shotlandiyada onasi, singlisi o'lgan bola menga aloqaga chiqyapti, yig'lab. Qoraka bu nima degani deydi. Sudda o'tirib olgani Kusherbayev deydi, sudyalarga bosim qo'yotibdi deydi. Anu qotil deydi. 5 ta odam yongan, yonib o'lgan. O'shanda keyin men chiqib jonli qildim. Kusherbayev dedim, nima qilyapsiz dedim. Sizni 5 ta onangiz, singlingiz, xotiningiz, qizingiz o'lsa o'shatda. Tarafini olasizmi qotillarni? O'sha keyin men chiqqandan keyin masala sal menimcha Kusherbayev chekindi o'sha joyda. Indagani yo'q. Endi anu qamalayotgan qotil, 5 ta odamni yoqib o'ldirgan qotil nima deydi? Abro Muxtar deysan, echkisan deydi. Qotilga qarshi chiqsak echki bo'lamishmiz. Uni tarafini olsa ziyoli bo'lamish. O'shanda bir marta ro'para keldik. Endi kecha bildimki, bu odamlar ham zakaznoy odamlar. Zakaznoylar qanaqa ish qiladi, qarang. Zakaznoylar zakaz emasligini bildirish uchun, ya'ni zakaz ekanligini bildirmaslik uchun ro'mol, soqol, gaz, ta'lim, ekologiya kabi O'zbekistonda mavjud yechimi bor-u, lekin hozircha mavjud problemalarni gapiradi. Xalqim deydi. Siz tarafmi soqol deydi. Ko'pchilik e'tibor bermayapti. Shu joyda aktivlar ham bir izlab ko'ringlar.
soqol problemasi haqida rosa to'polon qilgan Farruh Abdusattorov degan bola. Farruh Abdusattorov. Hozir shu yerga tasholaymanmi men? Rasm. Ha, anonim tushaveradi. Men sizlarga rasmda tashay hozir o'sha bolani. Qarab turinglar. Farruh Abdusattorov mana. Mana shu rasmdagi bola. Shu rasmdagi bolani soqoli bormi, yo'qmi hozir? Ko'rdinglarmi? Deyarli yo'q. Shu bola soqol problema, O'zbekistonda soqolga qarshi, ta'limda soqolga qarshi deb piketlar qilib tashlagan. To'polonlar qilib tashlagan. Hamma joyga chiqib turib o'zinikini qo'ygan shu bola. Bu masalani ko'taraverib, mavzu qilishavergan, oxiri o'xshamadi hech narsa. Bu keyin o'qishni bitirmadi bilmadim. Undan keyin Kun.uz buni jurnalist qilib oldi o'ziga, maqolalarni yoritadi. Hozir bemalol hech kim bunga hech narsa demaydi, soqol yo'q. Men nima uchun buni misol keltiryapman? Voy, soqolni gapirishadi, maqsad soqol emas. Mana soqol qo'ymagan-ku o'zi mana hozir. Maqsad do'stlar, siz bilan bizni go'yo dardimizni gapirayotgandek ko'rinib, O'zbekistonda nimadir ko'tarish. Shuni o'xshatib olsam degan harakat bu. Do'stov ham shunaqa edi, esinglarda bo'lsa. Ro'molni gapirib, ro'mol qildida, keyin ichib olib har xil gaplarni gapiruvdi, unga qarshi gapirsa, men sanlarni ayolingni ro'molni himoya qilganman dedi. Mana shunaqa paytda shuning uchun kerak bo'ladi deb qilgan bular. Shuning uchun do'stlar. Xo'p, biz shu mavzularda ko'zimizni ochishimiz kerak. O'zimizni o'zimiz himoya qilishimiz kerak bo'ldi. Ro'mol, hijob degan odamlarni deyarli birortasiga ro'mol ham hijob ham kerak emas. Do'stni o'zi ham, xotini ham hech qanaqa ro'molga aloqasi yo'q odamlar. Alkash aroq ichib olib kelgan meni uyimga, kalta yegan mendan. O'sha alam qolib ketgan ularda. Kamoliddin Rabbimov nima qildi? Hech narsa qilgani yo'q. Hamid Sodiq azon-uzni yopdi. O'zi tan olyapti, siyosiy suhbatlarni men qilganman azonda deyapti. Azon-uz yopildi. Mubashshir domla qamaldi. Yana aytayapman, kim zarar ko'rdi? Biz zarar ko'rdik. Alloh ko'rsatmasin, Alloh umrini uzoq qilsin. Mubashshir domla ichkarida vafot etib qolsa-mi, bular bayram qilardi. Chunki yana ham mavzu kattalashadi-da, maza qilishadi. Endi mana hukumat olim odamni olib kirib o'ldirdi, xohlagan gapni gapirishadi. Bu Jakuy Tezak mana shularni komandasidan-da. Jakuy Tezakni menga qasddan yo'naltirishgan, qasddan. To'qigan tuhmatlarning hammasi bo'yniga yuklandi o'ziga. Ana Asliddin Kamol degan bitta tilamchi bor, gadoy. Ko'chada yurib turib odamlardan danat tashanglar deb yuribdi YouTube'da. Shu o'shalarning gapini qaytaryapti. Nima deydi? Seni dadang armaniy qimorvoz bo'lgan. Isbotim bor deydi. Arman bo'lgan ekan men dadam. Men aytayapman, bu gapni Jakuy Tezak tarqatgan. Sen buni isbotlamaysan. Onamni zinoda ayblayapti. Ha, buni isboti yo'q. Senlar bunga shu darajada haqorat qilyapsanlar senlar. Senlarning haqoratingga men hadis bilan javob beryapman. Meni haqorat qiladi deb gap tarqatishyapti. O'ta razil, o'ta rasvo jamoa bular. Yuqoridan shoyatga ham aytdim, o'ta nomard odamsizlar, o'ta pastkash odamsizlar. Sizlar insoniy qiyofadan tashqariga chiqib qolgansizlar. Nimaga? Mana shu liberalizmning ta'siri bu. Ya'ni g'arb liberalizmi bizni millat qabul qilgan qadriyatlarga qarshi fikrlar. Endi Hamid Sodiq nima desa ta'vil topishyapti. Aslida bunday demoqchi bo'lganda, aslida u ana qizlarning oldiga bormoqchi bo'lmagan. O'zi kelgan u, lekin bormoqchi bo'lmagan. U qizlar feminizmni qo'llab-quvvatlamagan, lekin ularni o'ta sifatliligini aytgan. O'lganinglar tuzuk.
Abror Muxtor Ali tarixda bo'lgan bularga qarshi keskin jazo qo'llanilgan desa, ana o'limga hukm qildi, ana fatvo berdi. Erkak chiq, men bilan gaplashdi Abror Muxtor Ali. Unaqa bo'lmagan-ku deb gapir. Menga kerak emas-da, sen o'zingni qutqar. O'zingni qutqar. Sen mana shu ishni boshlanishda sen boshda turibsan. Sen savol berding menga, javobni olding. Qabul qilmasligini bilaman. Oy yorilsa ham iymon keltirmagan odamlarning avlodisizlar. Ruhiy ma'noda. Bilamiz sizlarning kimliginglarni. Va iyyaraw ayatan yuridu. Qur'onda o'sha oyatning davomida shunaqa keladi. Oyatni mo'jizani ko'rsalar ham yuz o'giradilar. Va yaqulu sihrun mustamir. Ha bu sehr bu deyishadi. Meni aytishyapti yana, Sirojiddin media aytyapti-yu. Unda meni so'zimni go'yo tahlil qilyapti-da. So'zim bularga og'ir vazn kelib ketsa nima deydi? Bu Abror tan berish kerak. O'ta notiqda deb qo'yadi, orator deb qo'yadi. Sehrgar deyishi yangi uslubi bu. Ochiq aytyapman sanlarga, ho, sharafsizlar, ochiq aytyapman sanlarga. Feminizm tarafdori sanlar, dayus sanlar hozir. Millatga qarshi odamsanlar. Mayli, nafasimiz yetguncha boraveramiz. Xo'p, azizlar, endi bizni ertalab Jizzaxga safarimiz bor ekan. Jizzaxda Baxmalga boramiz. Baxmalda qor-por yo'qmi? Hech kim Jizzaxdan odamlar yo'qmi? Ahmalni bilmadik, lekin qor bo'lishi kerak o'zi. Issiqroq kiyim olaverasiz, domla. Bo'ldi. Azizlar, barchalarga tashakkur. Suhbat davom ettiringlar. Men endi suhbat tugataman. Keyin yana yaxshi kunlarda nasib bo'lsa diydorlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.